Assalomu hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turganingizdek navbatdagi videorolikni yozib, e'tiboringizga taqdim etmoqdaman. Xullas, bugungi video roligimning mavzusi mening individual yondashuv uslubiyatim deb nomlanadi. O'z o'rnida men quyidagi kriteriya, ya'ni tamoyillarga demak tayanaman. Prinsiplarim: tarixiy metodlar, psixologik metodlar, pedagogik metodlar, tarix o'qitish metodikasi. Mana shulardan demak meni individual yondashuv uslubiyatim tashkil topgan. O'quvchi bilan ishlashda farqi yo'q. Uni ijtimoiy qatlami, qaysi ijtimoiy iqtisodiy sinfdan chiqqani men uchun hamma o'quvchi bir xil, tom ma'noda. O'quvchi bilan ishlashda uni xarakter xususiyatlari, o'zlashtirish darajasi, maqsadi inobatga olinadi. Xarakter xususiyatlari, masalan, bunda albatta psixologik temperament, ruhiy mijozi, psixotipi, uni o'zini tutishi, xulq-atvori, axloqi degan narsalar nazarda tutiladi. Shu bilan bir qatorda xarakter xususiyatlari umuman uni tabiati, fe'l-atvori qanaqa? Shu narsa nazarda tutiladi. O'zlashtirish darajasi bu idrok bilan ham bog'liq, miyani faoliyati bilan ham bog'liq hisoblanadi. Ya'ni kimnidir idroki pastroq, past idrokli o'quvchilar bor. Kimdir esa o'rta miyona. Ba'zi narsalarni normal qabul qiladi, ba'zi narsalarda juda ham zo'r, ba'zilarda esa past o'zlashtiradi. U 50-50 hisobiga kiradi toifadagi o'quvchilarga, ya'ni o'rtacha o'zlashtiruvchi o'quvchiga. Yuqori darajada o'zlashtiruvchi o'quvchilar toifasi bor. Sergakkina, ziyrakkina, ruslarkina o'sha shustri degan toifaga kiradigan o'quvchilar bor. Ularning miyasi demak o'ta faol tarzda ishlaydi. Idroklari juda ham yaxshi rivojlangan va o'zlashtirish darajasi ham само собой, конечно, в конце концов, на отличном уровне deydi-ku. Yaxshi darajada bo'ladi, juda ham yuqori darajada. Maqsadi men aytganman oldin ham, juda ham ko'p marotaba sizlarga aytib o'tganmanki, men institut, universitet imtihoniga tayyorlanuvchi va milliy sertifikat imtihoniga tayyorlanuvchi, sust o'zlashtiruvchi hamda tarix faniga shunchaki qiziqish bildiruvchi o'quvchilar bilan ishlayman. Huquq fanidan ham men repetitor sifatidagi darslarim xuddi shunday. Endi huquq fanida milliy sertifikat degan narsa qanchalik meni tushunishim bo'yicha yo'q. U faqatgina o'sha amaliy praktikant, demak yurist o'qituvchilar, mutaxassislar bo'yicha ularni o'zlarini faoliyatida malaka oshirish imtihonlari kabi toifa imtihonlari va hokazolar bo'ladi. Lekin aynan masalan huquq fani bo'yicha milliy sertifikatni qo'lga kiritib olib, masalan tarix faniga o'xshab ishlayotgan repetitorlarni men bilmayman, lekin balki bordir, men bilmayman unaqa narsani. Qanchalik meni bilishim bo'yicha, xullas huquq fani bo'yicha milliy sertifikat yo'q. Tarix faniga o'xshab masalan umumiy o'rta ta'lim maktabi fanlaridan bilimni aniqlash darajasi degan toifa yo'q meni nazarimda. Tag'in bilmadim. Xullas huquq fani bo'yicha abituriyentlar, sust o'zlashtiruvchilar va huquq faniga shunchaki qiziquvchilar huquqiy savodxonlikni oshirish, huquqiy ongni shakllantirish, huquqiy tasavvur, huquqiy tushuncha, huquqiy savodxonlikni ham anaqa deyiladi. Ya'ni nima? Korreksiya qilish, masalan, nimalarni biladi, nimani bilmaydi. Yoki real hayot bilan bog'lab u qadar tushuna olmaydigan insonlar bilan, ular bilan ham ishlayman. Demak, o'sha qiziquvchilar toifasiga kiradigan ular o'quvchilar bilan. Masalan, misol keltirganman. Qadimgi Yunoniston mavzusi bo'yicha, bu mavzu emas, bu bo'lim desak bo'ladi alohida. Целая глава, то есть. Maktab o'quvchisi sust o'zlashtiruvchi sifatida bir martalik darsimga keldi, aniqrog'i qatnashdi. Meni onlayn, individual Telegramdagi audio qo'ng'iroq shaklidagi darsimga qatnashdi va men uni xarakteri kamgap, yopiq va kuzatuvchiligi, bir so'z bilan aytganda introvert ekani uchun mavzudagi sustkashligini ko'rib, unga retrospektiv, xronologik metodlari va jadval instrumentini, ya'ni tarix o'qitish metodikasidagi retrospektiv va xronologik metod hamda shu kabi metodlar, masalan tarixiy metodlar sirasiga kirsa, jadval instrumenti, masalan kategoriyalashtirish deb nomlayman men buni, boshqacha aytganda, bu shaxsan meni o'zimni qo'ygan nomim desak bo'ladi. Bu demak tarix o'qitish metodikasini ko'rgazmali metodlarga kiradi. Xarita bilan ishlash, jadvallar bilan ishlash, masalan bitta jadval chiziladi, ma'lum bir davlatni siyosiy jihati, geografik jihati, diniy, ilmiy, madaniy, iqtisodiy, moliyaviy, harbiy, demografik, yana bir qator jabhalar o'rganiladi. O'shanga o'xshagan holatni qo'llayman va qo'llash mobaynida uni ruhan qo'llab-quvvatlash uchun uni bu mavzuni o'zlashtirishiga ishontirib
Bu psixologik metodlardan hisoblanadi. Darsni o'tishda aqliy hujum metodi va ator format metodini bu pedagogik metodlardan zamonaviy o'sha metodistlarimiz, metodologlarimiz ishlab chiqqan metodlardan biri. Demak, mana shu ikkitasini qo'llayman. Dars 1 soat mobaynida o'tib bo'lingach, savol-javob qilaman va kelasi safar boshqa mavzularni tushunmasa, qanday yo'l tutishi mumkinligi haqida tushuncha beraman. Bu umumiy tushuncha, bu individual tushuncha emas, hurmatli kuzatuvchilar. Masalan, mavzuni qanday katta-kichikligi, u mavzuda ko'proq qaysi jabhalarga e'tibor qaratilganidan kelib chiqqan holatda metodlar, metodikalar o'zgaradi, instrumentlar o'zgaradi va o'sha mavzuni o'tish uchun o'ziga o'zi qiziqarliroq tarzda uyiga vazifani bajarishda qo'llaydigan pedagogik metodlar ham, instrumentlar o'zgaradi. Bu shubhasiz. Shu uchun yodda tutinglarki, bu umumiy tushuncha, bu yuzakiro tushuncha hisoblanadi, lekin tushuncha beriladi albatta. O'ziga xos bir konsultirowaniya sifatida bir 2 og'iz tavsiya berib ketiladi dars oxirida savol-javob qilingandan keyin. Xullas, mana shunday gaplar, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, mana sizlar meni individual yondashuv uslubiyatim haqida ma'lumotga ega bo'ldinglar. Kelasi video dars yoki video roliklarimgacha xayr, omon bo'linglar.